Tashkentskiy uslubda hovli joy qidirib yurganlar uchun qarang, plus yana 10 metr. Deydi, ajoyibmi? Shunday katta hovli joyimiz sotib chiqdi. Manzilimiz aeroportskida. Qarang, eshiklarimiz burchakka qilingan. Yerimizda avtomat darvoza. Mashinangiz bilan kirasiz, xalosozlik bilan eshikdan kirib kelasiz. Mashinangizni qo'yish uchun ham yana chiroyli etib burchakkalarni kafel xilisidanmi, ili kafelni o'zini qo'yganlar. Qarang, elektro shotchiki qo'yilgan va gaz shotchiklari ham qo'yilgan. Hamma narsasi podключение qilingan. Ya'ni podключ. Sho'rimizda shunday letniy kuxni, divan tarafimizda esa letniy hojatxonasi. Umumiyatda svetlarni bari chiroyli etib qo'ydilar, ko'rdingizmi? Balkonlaridan ega. Katta oynalar ham bor. Ha, pasimizda podval ham bor. 2 etajda bo'laman. Endi ishlardan giramiz. Girish eshigimiz akvaramlaridan qo'yilgan. Berimiz girganimizda dalon. Ko'rdingizmi? Unda TV zonasi, lustra qo'yilgan va дополнительный svetlar bilan jihozlangan. Ko'rdingizmi? Vichkalar ham qo'yilgan. Qarang, boshqacha bir ramchniy variant qilganlar. Hamma zolotiskiy qilsa, bular qora polasa bilan chiroyli etib, oq qora uyg'unligida qilganlar. Berimizda esa 50 ko'rdingizmi? Chiroyli etib qo'ydilar. Ishdan kirganimizda umumanligi zerkalalari, hamma narsasi, pardalar ham chiroylisidan did bilan qo'yganlar. Sizga parda kerak bo'lsa, men zo'r narsalar reklama emas. Nozik pardalari, nozik digit egalari uchun. Nechun butikdan parda xarid qilishim kerak deysizmi? E'tibor eting, bozorda va noskiz bilan nozik butikda olan noskizi farqi bor. Lekin to'g'ri nosmon bilan yercha farq bor. Nozik pardalari butik bo'lgani bilan bizda bozordan arzonroq. Agar bozordan bizda qimmat bo'lsa, biz senanslarga beramiz. Nechun arzon deysizmi? Biz tovarni Turkiya, Xitoydan oldiramiz. 100 xildan ziyod assortimentlari bor. Xohlasangiz bizlarimiz tikdan beramiz. Yaring bir qator ko'ring. Qimmat bo'lsa biz sizga ishlab beramiz. Bizning nomimizdan chiqib arzonroq beramiz. Yana-da Şöyle telefon nomerlari, Instagram profillarni qo'yamiz, albatta o'tib ko'ring. Bu narsalarimiz ko'proq ayollar tushunadi. Davom etamiz. Gilamlar ham chiroylisidan to'shalgan, ko'rdingizmi? O'ng qo'limizda esa, ya'ni eshikdan, ko'cha eshikdan kirganimizda o'ng qo'limizda kuxnisi, qarang, kuxni ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Oyoq tiylarimiz laminat emas. Kafel qo'yilganlar. Ustidan gilam. Xolos gilamni olib tashlang, teplый polning ustida issiqqinada yuring. Qarang, xolodilnikimizni ham yaxshisidan, ya'ni siz uchun tanlab qo'yibdilar. Bu tarafimizda umumanligi, ya arzon tipda emas, sifatli, yaxshi narsadan qo'yganlar. Kafellar, ustalarimiz ham bu gaz plitalarimizdan bir xil firmada, ko'rdingizmi? Bir xil firmada hamma narsani chiroylisidan siz uchun tanlab qo'ydilar. Duxovkalari, hamma narsasi o'zina mos, chiroyli qilingan. Lustralar ham ajoyiblar. Berimizda esa turbo zonasi ham bor, vichkasi, hamma narsasi tayyor. Sushurkalarining, pazoda sushurkalari, bunda yana sensorda ishlaydigan havo tortish sistemalarini da bor. Bu tarafdagi oynamiz ham kattagina, ko'rdingizmi? Oynadan to'g'ri ko'cha ko'rinib turaveradi. Yeganga ketganini ko'rib turasiz. Endi keling siz bilan zalga o'tamiz. Zalmizdan zal, kattagina zal. Gilamda chiroylisidan, pardalanan, ajoyibidan, addual aytgandek. Bu tarafimizda orqa tarafina chiqsak bo'ladi. Ko'rganingizdek. Remontni did bilan, fokus bilan chiroyli etib qo'ydilar. Lustra ne deydi? Yan tarafimizda esa TV zona. Ikkinchi chetida buralari bor va vichka. Har bir xonada vichka. Bu zarur narsa. Endi bu tarafimizda to'g'riga o'tadigan bo'lsa, yerimizda sanuzel, ko'rdingizmi? Sanuzelni chiroyli etib, teplый pollar bilan ajoyib etib, ham yerini taxlab qo'ydilar. Bu birinchi etajimizning sanuzellari. Birinchi etajimizda esa kattalarimiz uchun katta spalni. Bu tarafimizda qulog'iga qarab turibdi. Yotoq xonamizni kat qo'ysangiz bo'ladi. Bu tarafimizdagi oynasi yonboshda qoldirilgan, orqa tarafidan qarab turibdi. Bu tarafimizda esa TV zonasi. Yotib, kinozni, televizoringizni ko'raverasiz. O'zgacha lustralar bilan teplый polimizni regografiyalari bu tarafimizda. Pastda podvalam bor. Podvalamni eng oxirida ko'rsataman sizga. Endi shu lestnitsadan chiqamiz. Lestnitsamizda ishlarimizni shunday chiroyli deb qo'yibdilar. Ko'rdingizmi? Şuradan çıkamiz listnitsadan. Qarang, listnitsamiz ham o'zgacha, ko'rdingizmi? Lustralardan boshqachalaridan qo'yib, bu taraflarimizdan did bilan, fokus bilan taxlab berganlar. Listnitsadan chiqqanimizda o'sha tarafimizda esa spalnisi bor. Ko'rdingizmi? Bu yerimiz detskiy spalni, oynasi ham kattagina. Vichka har doim bo'ling. Eshiklar ham yaxshisidan, sifatlisidan qo'yganlar, ko'rdingizmi? Listnitsadan chiqqanimizda to'g'rimizda esa zol. Kattagina zol, ko'rdingizmi? Yorug' tushib turadi, quyoshlar tushib.
gilamdan boshqachasidan qo'yganlar, perdalar ham boshqacha. Har bir xonani remonti boshqa-boshqacha chiroyli qilib taxlaganlar o'zgacha. Eshiklar ham yaxshisidan qo'yganlar. Qarang, lestvisadan chiqasiz, o'ng tarafingizda bir spalni va sanuzeli bor. Ya'ni sanuzeli ikkinchi darajadagi yerimiz ham tayyor holatida. Yan tarafimizda esa spalni, ko'rdingizmi? Yerimiz ham bir spalni. Aynasi yani arka tarafa qaragan. Bir ham o'zini tubu zonasi bor. Yerimiz ham tiyopli pol bilan istilinadi. Endi qoldi, shu xonamiz qoldi. Yerimiz ham kattagina zal. Qarang, undan oldin sizga balkonga ko'rsatib o'taman. Balkoningizni ko'rdingizmi? Chiroyligina balkon. Ajoyibgina. Zalimiz ham boshqacha, ko'rdingizmi? Bu zalimiz dalonning ustiga tushgan. Ne deydi? Ajoyibmi? Chiroylimi? Tubu zonasi qarang, hamma narsa o'ylab qistilgan. Rozetka ham tashak etilgan konditsioner uchun. Bu yon tarafimizda bitishkasi, har bir yerimizda rozetka, kulichatorlari o'zini joyini topib turibdi. Endi bu hovli joyimizni podval qismini o'tadigan bo'lsak, podval taraf ham ajoyib bir o'zgacha holatda. Keling endi podvalga tushamiz. Qarang, podvalning ham lestvisasini ham chiroyli bir xil etib, bir xil fokusda, bir xil rangda taxlaganlar. Yine podvalimiz ham issiqqina. Nechun? Bu yerda tiyopli pol bilan istilinadi va kotelnilar qistilgan. Qarang, har bir etaja o'zi oddiy bir nasos. Kotelimiz ham sensorli ishlaydi. Yan tarafimizda esa nasos, suvni nasosi. Qarang, kanalizatsiya sistemasi ham o'zgacha chiroyli deb taxlangan. Har bir narsasi ochiq turibdi. Ya'ni ertangi bo'lgan bir yerida bir narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ko'rib turib remont etib beraverasiz. Gördünüz mü? Hamma narsasi o'zini joyini topgan. Endi keling siz bilan bu hovli joyimizni kvadrat metrini va planini sizga aytib o'tayim. Kvadrat metri 200, plana keladigan bo'lsak, puli 148 ming dollar. Kelishidan do'ng yer bor albatta. Azmi, ko'pmi? Описаниеda, kommentariyada telefon nomerlarimiz yozib turibdi. Bemalol telefon qilib savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishganda. Ko'rishguncha